Hammaga assalomu alaykum. Barchangizga kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Bugun men sizlar bilan birgalikda okroshka tayyorlamoqchiman. 2 kun oldin qatiq uyutgandim. Qatiqim suyuqroq uyib qoldi. Qaynopam kelgandi, 6 litr sut olib kelgandi ekan. Hammasini qatiq uyutyapman. Uyga borsam, uydagi bolalarim ham ichmaydi. Домашний sutdan bo'lgan, домашний qatiqlarni, домашний qaymoq, sariyog'larni hech ham yeyishmaydi. Ularga ham qatiq ichira olmayapman. Keyin bu yerda klientlarga предлагать ko'rdim, ular ham olishmadi deyarli. Shuning uchun hozir buni qanaqa qilib sotib yuborishni yo'lini topdim. Ya'ni okroshka qilib sotmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: varyonli kolbasa. Buni hammasini ishlatmayman, yarmidan ozrog'ini ishlataman. Tuxum qaynatilgan 6 dona, 4 dona kartoshka, garchitsa kerak bo'ladi. Garchitsa bir qoshiqchasini ishlatamiz. Keyin suv, gazirованный suv kerak bo'ladi. 1 dona bodring kerak bo'ladi. Zelin, xohlagan ko'katlaringizdan foydalansangiz bo'ladi. Men bu yerda ukrop ishlataman. Hamda tuz, murch kerak bo'ladi ta'bga ko'ra. Qatiqimiz 2 sutkadan keyin achchiqroq bo'lib qoladi. Shuning uchun o'sha 2 sutka bo'lyapti. Tezroq tayyorlab vol bo'lmasligining yo'li bu, albatta. Endi okroshkamizni qilishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib ishimizni kolbasalarni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Okroshkamizni masalliqlarini hammasini mayda to'rtburchak shaklida to'g'rab olaman. Xuddi olivaga to'g'rab olgandek, ko'rib turganingizdek, hamma mahsulotlarimni to'rtburchak shaklida to'g'rab olaman. Bundan oldingi videolarimda meni qo'llab-quvvatlab turgan aziz obunachilar hamda kuzatuvchilar o'zini iliq so'zlari bilan kommentariy yozib turganlardan Alloh rozi bo'lsin. O'zimdan alohida rahmatimni aytib qolaman. Shularning ichidan eng aktivnisi Shirin xolajonga o'zimdan rahmatimni aytib qolmoqchiman. Kechagina bitta opamiz yozgandi, Toshkentliman deb. Bu opamizga hozir ismlari esimdan chiqib turibdi, uzr. Toshkentdan ham kuzatuvchilar bor ekan. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Samarqand, Kattaqo'rg'ondan Abdurayev Muhammadiyev akkauntidan bitta singlimiz ham yozadi. Ismlarini bilmayman, uzr. Yozgan bo'lsa ham esimda yo'q. Juda ham xursand bo'laman. Har bir videomni qoldirmasdan kommentariy yozadi, erinmasdan. O'zimdan alohida rahmatimni aytib qolaman. Mazali hayotdan Gulchehra opa bor. Yana Andijondan Izzatbek Madrahimovdan Nilufar opa degan bor. Yana andijonlik bitta opamiz bor. Bishkekda yuradi ekan. U opamiz ham kuzatib boradi ekan doimiy videolarimni. Ismlari hozir esimdan chiqib turibdi. Uzr opa. Hammaga
alohida rahmatimni aytib qo'ymoqchiman. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston bo'ladimi, Rossiyadagi musofirlar bo'ladimi, bizni tilimiz bir, dinimiz bir osmon ostida, bir yer ustidamiz. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Meni kuzatishda davom eting. Qiziqarli videolar hali oldinda. Mana shunaqa qilib hamma masalliqlarimni to'rtburchak shaklida to'g'rab oldim. Oxirida ukrobni ham to'g'rab yubordim. Keyin garchitsa soldim. Shu yerda garchitsani ozroq solishni tavsiya qilgan bo'lardim. Yokida garchitsa umuman kerak emas bu yerda deb o'yladim. Chunki men bu yerda ko'p ishlatib olganligim uchun juda ham achchiq bo'lib ketibdi. Yoki oxirida solgan murchni bekor soldim. Murch solmasangiz pikantni bo'lmaydi. Murch boshqacha ta'm beradi. O'zi hamma nimalarga, taomlarga. Shuning uchun murchdan ko'pincha foydalanaman. Qora murch boshqacha pikant beradi ovqatlar uchun. Garchitsa menimcha kerak emas edi, yo ozroq solishim kerak edi. Menga shu garchitsa yoqmadi. Xullas qolgani hammasi o'rnida. Xuddi oliviyani suyuq bo'ldi bu yerda. Suvlik oliviya bo'ldi bu yerda. Shunaqa to'rtburchak shaklida to'g'rab oldim. Xohlovchilar qirg'ichdan chiqarib har bir nima deydi, masalani qirg'ichdan chiqarib olsangiz ham yaxshi bo'ladi. Mana qatiqni quyib aralashtirib olgandan keyin gazirovni suv quyib yubordim. 0,5dagi xullas yarim litrlik gazli suv quyib yubordim. Yaxshilab shunaqa qilib aralashtirib oldim. Mana okroshkamiz tayyor. Juda ham ta'miga gap yo'q. Faqat garchitsani aytmaganda qolgan hamma yo'g'i joy-joyida. Mana sotuvga ham tayyorlab qo'ydim. Endi olmay ko'rishsinchi. Juda ham mazali, nima deydi, okroshka tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Albatta bez garchitsa tayyorlab ko'ring. Shu yerda videomni yakunlayman. Barchangiz keyingi videolarimgacha Allohga omonat bo'ling. Hozircha xayr.